Hammaga assalomu alaykum akalar. Atay orqadagi plakatni ko'rsatib sizlarga video qilyapman. Sababi o'zimni haydab yurgan trakimning rasmini chiqartirib olganman. Shunchalik mehr berganman, shu ko'rib eslab turing. Sababi hozir trak haydamayapman. Trakdan ketishimning asosiy sababi akalar ko'pchiliginglar so'raysizlar. Agayoni Cincinnati shahrida joylashgan CDL maktabga ishga kirdim. Bu yerda nimaga ishga kirdim? Sababi birinchidan bu maktab akalar public school, ya'ni ofitsialniy maktab. Bu degani ertaga sizlarda qanaqadir muammo bo'lsa, eshitgan bo'lsanglar, pravalarda suspend qilib olgan, lishon qilib olgan bunaqa narsa yo'qligi uchun birinchi o'rinda shu sifatiga qaradim. Ikkinchi o'rinda studentlarga yaratilgan sharoitlar, komfort xonalari bor. Mana sizlarga hozir ko'rsataman. Dars o'tish uchun ko'chada yomg'ir yog'sa yo sovuq bo'lib ketsa, hammalar daraxt tagiga borib o'tira olmasdan bunaqa xonalarda kirib dars o'tsanglar bo'ladi. Teoriya darslari qo'shilgan hech qaysi maktab sizlarga teoriya darsini o'tmaydi. Ya'ni trakni gaplarini haydashni o'rgatadi, lekin trakni xavfsiz haydashni o'rgatmaydi. Ertaga way stationlarda qanaqa qilib o'zingizlarni tutish, politsiyalar bilan qanaqa muloqot qilish va hokazo. Sizlar pravani olasizlar, o'sha pravani saqlab qolishni ham sizlarga o'rgatadi, qisqa qilib aytganda. Bundan tashqari boshqa shtatdan keladigan studentlarimiz uchun akalar uy olingan, qaytarib o'taman. Uy konteyner emas yoki bir qorovulxona emas, полноценный 2 etajli amerikaliklar yashaydigan uy. Sababi kelgandan keyin arendaga joylar qidirib ortiqcha rasxod qilmasin. Studentlarimiz uchun hamma sharoit bor. Bakalar pustoslov bo'lmay hamma narsani действияsi bilan ko'rsatay sizlarga. Bu studentlarimiz mashinasi, bu traklarimiz, ya'ni parkovkani o'zida 4 ta trakimiz bor akalar. Bu degani hech qanaqa o'chiritda turmaysizlar. Bir-biringlarga yarim soat 40 minutdan qachon bu bo'sh edikin deb kutib o'tirmaysizlar. Bu turk brat meni orqamdan yuraveradi, nimaga bilmayman, kulib turjayib. Bu yoqdagi esa traklarimiz hammasi pre-trip inspection, ya'ni o'sha yotlaydigan narsalarini amalda ko'rsatish uchun qilinadigan traklar akalar. Hech qanaqa o'chirish, hech qanaqa kutish degan narsa bo'lmaydi. Qo'shimcha qilib o'taman akalar, bizda faqat o'zbek tilida gapiradigan studentlar emas, balki boshqa millat vakillari ham keladi. Ya'ni mana turk kelib o'qiyapti. Bizda Amerika, rus farqi yo'q. Ingliz tilida ham, rus tilida ham, o'zbek tilida ham dars o'taveramiz. Bitta qo'shimcha, issiq suv, sovuq suv bor. Namoz o'qiyman degan insonlar uchun namoz o'qish uchun xona ham bor akalar. Xullas hamma sharoit yaratilgan. Bir haftadan 2 haftagacha o'qinglar. Pravani olinglar, ishga chiqib gazini bosinglar akalar. Telefon nomerini pastda qoldiraman. Hammaga omad. Ko'rishguncha.